Aziz aka-uka, opa-singillar, barchamizga Allohning rahmati bo'lsin. Haj ibodati eng avvalo tavhidni qoyim qilish uchun mashru qilingan. Alloh taolo aytadi: "Eslang, biz Ibrohimga Ka'baning o'rnini ko'rsatib, unga aytdik: Yolg'iz o'zimga ibodat qilib, birortasini menga sherik qilmagin. Mening baytimni tavof qiluvchilar uchun, namozda qoyim turuvchi, ruku va sajda qiluvchilar uchun pok tutgin." Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ihromga kirayotganlarida tavhidni izhor qilib, Allohim, riyodan uzoq bo'lib haj qilishni boshladim deb aytganlar. Ya'ni haj amallari xolis Alloh uchun bo'ladi. Oyatda haj va umrani Alloh uchun mukammal ado qilinglar. Ya'ni Allohni yakkalab, ixlos bilan ado qilinglar. Talbiya aytganda ham la sharikalak, seni biror bir sheriking yo'q deb tavhid kalimasi qayta-qayta takrorlanadi. Ixlos va Kafirun surasi tavhidni alohida bayon qilgan va biz bu ikki surani muayyan namozlarda ko'p o'rinlarda o'qiymiz. Vitr namozida, fajrni 2 rakat sunnatida, xususan tavof qilib bo'lgandan keyin 2 rakat namoz o'qiymiz. Ana shunda ham Qul huvallohu ahad va Qul ya ayyuhal kafirun suralari o'qiladi. Duolarning eng afzali Arafa kuni qilingan duo. Arafa kuni eng ko'p qaysi duo zikrlar aytiladi? Albatta tavhid kalimasi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Men va mendan oldingi payg'ambarlar aytgan kalimaning eng afzali la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah, lahul mulku va lahul hamd va huwa ala kulli shay'in qodir." Tosh otayotganda ham, har bir toshni otganda Allohu akbar deb Allohni ulug'lanadi. Hojilar har bir amalni bajarayotganida, tavofda ham, sa'y qilayotganda ham, tosh otayotganda, Arofatda turganda, Muzdalifada qurbonlik qilayotganda, hatto soch olayotganlarida ham tavhidni zikr qiladilar. Soch olib ihromdan chiqayotganda ham Allohni ulug'laymiz. Chunki Allohning buyrug'iga taslim bo'lib, Allohga xorlanib, zorlanib, sochimizni oldiramiz. Soch olish ihromdan chiqishning shiori. Kim Allohning shiorlarini, islom dinining belgi alomatlarini ulug'lasa, bu qalbning taqvodorligidandir. Ka'ba, Ruknul Yamoniy va Hajarul Asvad, Safo, Marva va Zamzam bular matlab. Bizlar keldik faqat rizoing istab. Inson uchun shudir eng oliy maqsad. Ka'bani tavof qilish, Safo va Marvani sa'y qilish, tosh otish, bularni bajarishdan maqsad Allohni zikr qilishdir. Alloh taolo aytadi: "Haj amallarini bajarib bo'lsangiz, Allohni ko'p zikr qilinglar." Talbiyani tavhid bilan boshlaymiz. Tavofni ham bismillah Allohu akbar deb Allohni ulug'lash bilan boshlaymiz. Ruknul Yamonidan o'tib, Allohga duo qilib, dunyo va oxiratda yaxshilik berishini va do'zax azobidan saqlashini so'raymiz. Safoga ko'tarilayotganda ham Allohni ulug'lab tavhid kalimasini aytamiz. Arafa kuni qilinadigan eng afzal amal ham Allohni zikr qilish. Arofatdan qaytishda ham, Muzdalifaga kelganda ham Allohni zikr qilishda davom etamiz. Alloh taolo aytganidek, Arofatdan qaytayotganingizda Muzdalifaga yetib, Mash'arul Haromda ham Allohni zikr qiling. Alloh sizlarni hidoyat qilgani uchun ham uni ko'p yod eting. Tosh otishda ham takbir aytiladi. Arofatdan keyingi kunlar qurbonliklarni pishirib yeyiladigan kun. Shu bilan birga bu kunlarda ham Alloh taoloni ko'p zikr qilishga buyurilganmiz. Alloh taolo aytadi: "Sanoqli kunlarda Allohni ko'p zikr qilinglar." Haj amallari Allohni ko'p zikr qilishga, Allohning shiorlarini ulug'lashga insonni tarbiyalaydi. Kim Allohning shiorlarini, islom dinining belgi alomatlarini ulug'lasa, bu qalbning taqvodorligidandir. Demak, Alloh taolo hajni islom rukunlaridan qildi va hajni ado qilishdan bir qancha amallarni bajarishga buyurdi. Bularning hammasidan maqsad Allohga ibodat qilib, tavhidni izhor qilish va Allohni ko'p yod etishdir. Shuningdek, musulmonlar haj vaqtida o'zlari uchun ko'plab manfaatlarga guvoh bo'ladilar. Alloh taolo barchalarimizni mag'firat qilsin va tavbalarimizni qabul qilsin.